Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Biz bugungi videoroligimizda 2026-yil 28-fevral va 1, 2 va 3-mart kunlari uchun butun O'zbekiston bo'yicha ob-havo prognozlarini sizlarga o'qib eshittiramiz. Ma'lumot o'rnida eslatib o'tamiz. Ushbu ma'lumotlarni biz O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi Gidrometeorologiya xizmati agentligining rasmiy saytidan sizlarga o'qib eshittiryapmiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 1-martda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 28-fevralda 2-7 daraja sovuq, 1 va 2-martda 0,5 daraja sovuq, 3-martda kunduzi -3 daraja va +2 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari 2-7 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28-fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 1-martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduz kunlari 28-fevral va 1-martda 13-18 daraja iliq, 2 va 3-martda 7-12 daraja iliq. Navoiy viloyati shimolida kechasi 28-fevralda 2-7 daraja sovuq, 1-2-martda 0,5 daraja sovuq, 3-martda -3 daraja sovuq va +2 daraja iliq. Kunduz kunlari 2-7 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28-fevral va 1-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 2-3-martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 1-2-martda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 28-fevralda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduz kunlari 10-15 daraja iliq. 1-martda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduz kunlari 12-17 daraja iliq. 2-martda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduz kunlari 9-14 daraja iliq. 3-martda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduz kunlari 7-12 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28-fevral va 1-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 2-3-martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 1-2-martda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 28-fevralda kechasi 2-7 daraja iliq, kunduz kunlari 18-23 daraja iliq. 1-martda kechasi 3-9 daraja iliq, kunduz kunlari 20-25 daraja iliq. 2-martda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari 9-14 daraja iliq. 3-martda kechasi 2-7 daraja iliq, kunduz kunlari 10-15 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28-fevral va 1-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 2 va 3-martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. 3-martda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 1-6 daraja iliq. 2-martda 3-8 daraja iliq, kunduz kunlari 28-fevral va 1-2-martda 10-15 daraja iliq. 1-martda 12-17 daraja iliq, 3-martda esa 8-13 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28-fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 1, 2 va 3-martda vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan
7,12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 28-fevralda kechasi 2,7 daraja sovuq, kunduz kunlari 0,5 darajalik. 1 va 2 va 3 marta kechasi 0,5 daraja sovuq. Kunduz kunlari 1 marta 2,7 darajalik, 2 va 3 marta 0,5 darajalik bo'ladi. Mana qadrli kanalimiz obunachilari, biz sizlarga O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi Gidrometeorologiya xizmati agentligining prognozlarini sizlarga o'qib eshittirdik. Agarda ushbu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlashingizni degan umidamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.